Alo, De? qandaysınız? Жақсы, рахмат, Құдайға шүгір. Biz mana ko'pincha bunday tilimiz boshqacha bo'lib ketadi, ham shuni sen tushunishga harakat qilaman. Aha. Oltinbek senmisan? Men. Onda sen o'qib turgan men senin YouTube'da ko'rsatgan iqmalaring menen Moskva qilib o'timda tosh bor edi. O'ziga tushib nima qilib toshimiz bor. Yana o'timiz shamoldagan dedi. Qo'yilib ketgan dedi. Aha. Biroq senin ko'rsatgan iqmalaring menen azizda o'zimda massaj qildim. Biroq hozir o'rgan yerim yo'q. Chunki men senin birinchi so'ramoqchiman, shamoldaganda qanday qilib ketirsa bo'ladi. Biroq seni ba'zi iqmalaring men hozir yaxshi bo'ldi. Hozir men 6:07'deyman hozir. O'sha birov seni so'rang dedi. Sebebi men oldin seni bir shirashganimda shunday qilib bo'ldi deganingizda o'sha aytganingdek qildim yo'q hozir o'zimda ochiq ham yo'q, boshqa ham yo'q. O'ziga tushdingizmi? O'ziga tushdingizmi? Tushsam yo'q dedi. Chunki shamoldasimiz bor dedi. Жақсы. Endi sizga dag'i bir narsa aytayin endi. Shamaldash degan narsa yo'q narsa bu. Eğer shamaldash dey turgan bo'lsa 41-yilgi so'g'ishdagi cho'ng otalarimiz okopda, qarda, ilayda, sovuqda jatib, qayra kelib 90 yil, 80 yil, 100 yil ömür sürüp ötüşüşken. Soğuk ötөt degen bu mındayla söz. Emi organizminiz özünün kalıbına keltir Kuday buyursa, bu akırındık menen dagı özüne gelet. Shamaldash jogolat özüle. Anı sızıp salın hem jaşoңuzdan. Şamaldayt degen nerse yok. Rahmat. Kuday buyursa mına jakşı olup kalıptırsiz. Kalganın özüle organizmi özü iretli olar. Allah'tan seni koldaсын. Keletkan 21-ci Navruz bayramın menen. Rahmat. Sizdin dagı gelatkan ayt bayramlarınız mı? Üy içinden sağ salamat olun. Ömrün uzun bolsun. Rızkın kenem bolsun. Tapkanın Allah'tan bereketini alın. Allahu akbar. Amin, Allahu akbar. Aytkanınız kelsin. Rahmat. Senin ıhmaların menen ötümdeki taşın joğoldu. Ozuma açık gel sağa tursam, bassam tursam, çık taşı su içip yüzünüm joğaldadı. Kudayım şifasın versin, Allah Taala şifasın versin. Şu elge geregimiz tiyip atkan bolsa biz ötö sıymıktı, baktılığız. Rahmat eneke, den soluqta olunuz. Emi bu nerseni dagı boldu, joq deniz. Organizm uşu kalıbına gelip jakşı olup kalıptırsiz. Bundan bulacağını alar dagı joq olar. Suuq ötkönü joq uje. Anam singlimni qizi manzara жатқан ekan, nani olsaydim shamaldan desa, ne qilish kerak desa, ayran ichish kerak deb tushundim. Men yo'q, onda emas dedim. Mende bitta nemam bor dedim, ukam bor dedim.